Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Bookmaker sirlari kanali. Sizlar sevadigan kanal. Bugun 1xbet kontorasida 21 ochko o'yiniga yaxshigina bir strategiyani sinab ko'rsatib beraman. Balansda 540 ming so'm pul bor, hozir depozit qildim. 21 ochkoga kiramiz. Do'stlar, promo kodimiz Beruni promo kodi. Bizning promo kodimiz orqali любой kontorada ro'yxatdan o'tib birinchi depozitlar uchun $10 dan $1000gacha bo'lgan birinchi depozit bonuslarini qabul qilib olsanglar bo'ladi. Bundan tashqari Telegram kanalimiz ham bor. Silkasini opsiyada qoldirib ketaman. O'tinglar do'stlar, har xil konkurslar bo'lyapti, rozыгрышlar bo'lyapti, sizlarga foydali bo'lgan ekspress kuponlar ham tashab boryapmiz. Xullas, sizlarga foydali bo'ladi. Telegram kanalimizda ham, YouTube kanalimizga ham podpisatsiya bo'lmagan bo'lsanglar, podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Xo'p. Minimalkadan tikamiz. Dillerda 11 yoki 12 soni chiqishini kutamiz. Hozir mana 9 soni chiqdi endi. Bunda farqi yo'q, yutqizib yo'q yutib bersak ham bo'laveradi. 11 yo 12 chiqishini kutishimiz kerak bo'ladi. 20 chiqdi, bo'lmaydi. Bala bir kam chiqdi, suka. Chiqishi ozgina qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin yaxshigina foyda bo'ladi bizga. 11 chiqdi mana, xo'p, yaxshi, gap yo'q. Xo'p, 50 ming so'mdan boshlay qolaman. 12 yana bosamiz, 18 to'xtaymiz. Gap yo'q. Minimalkadan yana. Xo'p, 8 chiqdi, bo'lmaydi. 17 ham bo'lmaydi. Imminni 11 yoki 12 ni kutishimiz kerak. Jigarlar, o'zlaringda nimaga qolgan strategiyalarimiz o'xshayaptimi? Qanaqa bo'lyapti? Kommentariyada yozib ketinglar. Kanalimizda yangilar bo'lsa, kanalimizdagi strategiyalarni bir boshdan ko'rib chiqinglar. Keyin fikringlar bildiringlar. Xo'p, ozgina cho'zilib ketdi nimagadir chiqishi. Mayli, endi kutamiz. Sizlar uchun ko'rsatib berishim kerak, hadya 3-4 marta bo'lsa ham. Lekin bu nimagadir chiqmayapti yaxshi. Xo'p, mana 11 chiqdi. Yaxshi. 100 mingdan boshlay qolaman. Davay. 18 to'xtaymiz. Yaxshi, bezdagon, gap yo'q. 20 chiqdi. 11 to'xtaymiz. Yana 100 dan 14 yana bosamiz. 20 to'xtaymiz. Strategiya nima deyapti? Bezdagon o'xshab beryapti, ko'ryapsizlar. Yo'raveryaptimi? Xo'p, 12 chiqdi. Yana 100 mingdan yana bosamiz. 21 gap yo'q do'stlar. Udar, lekin vapshin hech qayerda bo'lmagan bunaqa strategiya, lekin qolgan strategiyalar ham bunchalik bezdagon o'xshab bermagan, lekin haqiqatan ham. Kechda ham tozalab o'rsam yaxshi bo'ladi. Haqiqatan ham bizni oldindan kuzatadiganlar bo'lsa biladi. Bunchalik darajada bezdagon hech qaysi strategiya ham o'xshamagan. Lekin haqiqatan ham bomba strategiya chiqdi bu. Sinab ko'rishga arziydi albatta. Lekin doim aytib o'taman, azartga berilmasdan ko'pi bilan 15 minut, 10 minut o'ynaylar. Xo'p, internet yana slabiy, yana sekin kiryapti. Diğerler ozgina kutib turasizlar endi. Videoni pauza qilib turaman kirib olguncha.
Oradan yillar o'tdi va nihoyat kirdi. 14 bo'lmaydi. 17 ham bo'lmaydi. Yana 14. 10 ham bo'lmaydi. Bizga imminni 11 bilan 12 kerak. Gripp bo'lganman, e'tibor bermaysizlar. Zaybal bilan 14 chiqardi biladi. Voy, suka. Xo'p, kutamiz. Lekin kutganimizga yarasha haqiqatan ham realniy Bezdagon cho'tkigina strategiya bo'ldi, lekin yutuqlar haqiqatan ham cho'tki beryapti. Bezdagon beryapti. Kutganimizga yarasha. Xo'p, yana 100 mingdan 18, 17. Xo'p, endi batda yutqizgan bo'lishimiz mumkin. 2x oshiraman. 21 gap yo'q, lekin haqiqatan ham bomba strategiya, lekin yana 11 chiqdi. 150 dan bosib ko'raman qani. 12 ga 17. Xo'p, 16, 18 to'xtaymiz qani. Gap yo'q. Bomba gap yo'q lekin. Oh my god, yana 11. 150 mingdan yana 15, yana bitta bo'lsamiz 21, gap yo'q. Minimalga chiqib kiraveraman yana bitta. Do'stlar, qaranglar, yana 2 marta sinab ko'raman, shu bilan to'xtaymiz. Chunki o'zi balans jayam ko'tarilmagan bo'lsa ham, lekin strategiya Bezdagon o'xshayapti. O'shaning uchun azartga tushib qolmasimizdan to'xtatamiz vaqtida. 20 chiqdi, bo'lmaydi. 17 bo'lmaydi. 5 ham bo'lmaydi. Xo'p, kutamiz. 9 bo'lmaydi. 12 yaxshi. Gap so'z yo'q. 150 dan 10, 19 to'xtaymiz. Gap yo'q. Kirma 1, 13, 14, 12. Davay. 2 dan bosib ko'raman. 14, 21, gap yo'q. Yorvordik, bilet. Balansni 1 million 1,600,000 dan o'tkazib qo'yaylik. Xo'p. Vay. O'qib ketsam-a, biladi. 1,600,000 dan o'tkazaman. Yaxshi, 1,607,000. Xullas, ko'rdinglar, hech qayerda bo'lmagan strategiya bo'ldi. Haqiqatan ham oldin ham bunchalik bo'lmagan, lekin hatto 2 ta ham dagon qilmadim-da, biladi. Bitta dagonda o'xshayapti. Masalan, pulni tikyapman, yutqizdi, keyingisida sraz o'xshayapti. Unda ham yarmi o'xshadi, yarmi Bezdagon o'xshadi, ko'rdinglar. Xullas, strategiyaga gap bo'lishi mumkin emas. Fikringlar kommentariyada qoldirib ketinglar. Bemalol sinab ko'rsanglar bo'ladi, albatta. Hammaga omad. Doimgidek Beruniy Bookmaker sirlari kanali nomer 1 strategiyalar chiqaradi. Do'stlarga ham ulashib qo'yinglar. Hammaga omad, sog' bo'linglar.